Tattalatata tushunmadim. Nima endi qanaqa ovozlar eshitilyapti-ya? Barcha salom obunachilar. Sizlar bilan yana kompotman obunachi. Tashqarida qanaqadir ovozlar eshitilyapti. Yana kimdir yig'ilish yo nimadirlar bo'lyaptimi-kan bir ko'rish kerak. Albatta yig'ilish bo'lyapti adashmasam. Shu yerga ham yig'ilish bo'larmidimi? Odatda nima desam bo'ladi? Tushunmadim. Bu men polizim qani? Ana kapot kelibdi-ku, kapot nima gap yaxshimisiz-da? Yaxshiman, yaxshi, lekin mani polizim qani? Mani polizimni yarmi to'g'rirog'i. Nima qilding mani polizimga? Endi kapot. Bu mashina olganman yangi. Nima desam bo'ladi? Mana shu garaj qurishga majbur bo'ldim mashinam uchun. Shunday ulkan garajmi? Ha, kapot juda ham zo'r mashinam bor deyapti. Biz ham ko'rmoqchimiz, juda ham qiziq bizga. Hech kimda mashina yo'q-ku qishloqda. Albatta, albatta. Tushunmadim, yo'q, nima uchun mani polizimni buzib bu garajingni qurding qishloqda? Ha, qiziqyapsanmi? Hasad qilyapsanmi yoki, ha? Yo'q, hasad qilganim yo'q. Men hozir ishlarimni qilishim kerak. Bilasan, meni ishlarim chala. Hozir nima uchun bu ishni qilasan? Bo'ldi, kapot jahl qilma, endi mashinasi ko'rsin tezroq. Davay qishloqqa mashina ko'rsat. Xo'p, lekin men bugun ko'rsatmayman. Ertaga ko'rsataman, bo'ladimi? Endi bilasizlar qishloqlar, endi bir ikkita men bu mashinamni yuvishim kerak, endi bir ikkita joylarni to'g'rilashim kerak. Endi ertalab kelinglar ko'rsataman sizlarga. Kapot san bor boshi bormi? San ham qiziqib qoldingmi yoki? Qishloqlar qaranglar, nima uchun men polizimni buzib bu yerga garajini quradi mana savol mana. Ha, endi kapot bo'ldi. Bunaqa jahl qilma, mayli, hammasi o'tib ketadi. Hammasi o'tib ketadi, bunaqa deysizlar. Mayli bo'lsa qishloqlar bo'pti, ko'rishamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha bo'lmasa, lekin baribir ham bekor buzdi-da. Ha, endi hali mashinasini ko'ra olaylik, keyin bu buzib tashlaysan osini garajini. Mayli, lekin nimaga bunday katta garaj quradi? Hayronman bu mashinaga bunchalik katta mashina bo'lishi mumkinmi obunachilar? Mana vobshe hayrondaman. Qanaqa bunday mashina bo'lishi mumkin? Savol mana. Mana savol sizlarga, mana savol tashladim sizlarga. Nimadir bormi buni ichida? Katta avtobusmi yo qanaqadir KAMAZ bormi? Guys, I don't know, like, okay, mayli, qishloqqa ketib qolibdi ekan. Bo'lmasa, qishloqqa kechasi nima desam bo'ladi, kech tushguncha uxlaydi-yu. O'sha paytda bir ichkariga kirib ko'ramiz, nima bor ekan, nima yo'q ekan. Bu qishloqqa nima uchun katta mana buni qurib olgan, asabimga o'ynab, mendan so'ramasdan hali ko'rsatib qo'yaman men bunga. Buni adabini berib qo'yamiz obunachilar. Ha. Babam. Qaraychi obunachilar, mana qorong'i tushdi. Qishloq uxlaganmikan? Qani qaraylik, qani. Opa, qishloq uxlayapti. Ajoyib, qishloq uxlayapti obunachilar. Ana endi hozir biz nima desam bo'ladi? Mana bu nima endi, mana bu garajni buzamiz deb kirib ko'ramiz. Tushunmadim, nima buzib bo'lmayapti? Ha? Buzib bo'lmayapti obunachilar. Nimaga bu? Mayli, menimcha bu garaj eshigini buzib bo'lmay shekilli. Menimcha obunachilar buni yonidan bir qarab ko'ramiz. Okey, mana shuni buzib ko'ramiz. Kamera bor ekan. Kamera bor ekan, ehtiyot bo'lishimiz kerak. Kamera ko'rib qolsa, viu bo'ladi, bag'i o'zbek seli bo'ladi obunachilar. Shu sababdan bu yerdan bo'lmaydi. Menimcha, bu atrofda narki tomondan kiramiz obunachilar. Muammo emas desam, voy, bu yerda ham kamera bor ekan. Jenursin obunachilar. Qanday qilib kiramiz endi? Yo, ikkita kamera bor ekan. Bu yo'ldan ketish kerak. Obunachilar, qanday qilib kirsam bo'ladi? Bittagina iloj qoldi. Ha, obunachilar. Mana bu narsa bilan obunachilar qanday qilib chiqasan deydiganlar bo'lsa, hozir obunachilar, uzr qishloqlar, sizlarni bezovta qilganim uchun bugun kechqurundan endi bilasizlar-ku. Xo'sh, mana bu yoqqa asta-sekinlik bilan bitta mana shunday qilib o'tib olamiz. Voy, sal qoldi oyog'imni sindirib yuborardim. Mayli, qani mana bu tomini buzib ko'raylik. Buzib bo'lmayapti obunachilar. Ha, bunga ham buzib bo'lmaydigan qilib qo'yibdi. Oh my god, yana bitta iloj bor obunachilar. Mana bu uyini ichkarisidan asta-sekinlik bilan buzib ko'rish kerak obunachilar. Ha, to'g'ri. Ehtiyot bo'lib qishloq uxlayaptimikan? Qani qishloqning oldiga boraylikchi. Ertaga mashinani ko'rsataman hammaga. Uxlayotibdi obunachilar. Normal. Ana endi obunachilar, mana bu yerda buzib ko'ramiz. Opa, buzili. Yaxshi buzilyapti obunachilar. Tezroq buzib ichkariga kirib ko'raylik. Qanaqa mashina bor ekan? Qanaqa mashina desam? Nima?
oddiygina shu mana shu mashinani deb mana shuncha katta garaj qurdim a, yana shu oddiygina mashinani deb shuncha vahima qiladimi? Obunachilar mana qaranglar, shunaqa ham mana o'qiganman. Mana bu yerdan chiqib ketsak bo'lar ekan. Shunaqa ham mashina bo'ladimi obunachilar? Mana qaranglar, mana bu mashinani oddiyligini. Va instrumentlarning ko'pligini. Va mana bu shunday nima desam bo'ladi, mana bu kichkina mashinachaga shunday katta garaj nima kerak a obunachilar? Katta garaj. Tushunmadim. Qishloq ataylabdan qilganmi nima bilmadim-ku. Obunachilar, menga juda ham zo'r fikr keldi. Ha, bu oddiygina mashinani nima desam bo'ladi? Bu hali mendan so'ramasdan polizimni buzib, polizimni ustidan men nima desam bo'ladi, men garaj qurganim uchun bu mashinasini kalta ichkarida ekan. Ana shu mashinasini shunday olamiz dedi, o'rmonga shunday tashib ketamiz dedi obunachilar. Bu yoqqa nima qo'ysak ekan? Bilmadim, bu mashinasini yashirib qo'ydim. Obunachilar, bu garajga borib avtobus, tanka ham sig'ishi mumkin, tanka. Obunachilar, men qaranglar, men tanka olib keldim. Mana endi mana shu garajga tankani tiqib qo'yamiz obunachilar. Ha, juda ham zo'r, ajoyib bo'ladi deb o'ylayman. Chunki qaranglar, nima desam bo'ladi? Bu qishloqqa endi bilasizlar, qishloqdan endi qasos olaman degandim obunachilar, mana qasos olamiz. Qasos ham emas, endi bu prosta hazil bo'ladi. Barcha qishloqlarning oldiga chiqqan payt, ya'ni qishloqlar kutib o'tirgan payt, bu garaj ochgan payt katta tanka chiqsa juda ham kulgili holat bo'ladi deb o'ylayman obunachilar. Mayli, bo'lmasa bu tankani joylashtirib qo'ymasak bo'lmaydi. Mana bu garajga bilasizlar, bu tanka juda ham qiyin bu joylashtirish. Buni joylashtirish uchun bilmadim, bir ancha bir 1-2 soat vaqt ketsa kerak, bilmadim. Mayli, bo'lmasa bu tankani joylashtirib, chotka qilib, chiroyli qilib qo'yamiz. Bu har qalay garajga sig'sa kerak obunachilar, bilmadim yana ham. Uni qarang, juda ham zo'r, ajoyib tankaligini. Mayli, tankaga qani chiqaylik-chi, oppa, davay. Qani joylashtirishni boshlaymiz obunachilar. Davay, tezroq hayda, oppa obunachilar, men ko'rishinglar mumkin. Tankani asta-sekinlik bilan orqa machinasi qo'ymoqdaman. Ya'ni mana bu nima bo'ladi, tanka asta-sekinlik bilan tushmoqda. Oppa, normal, davay, tanka ichkariga kir. Yaxshi obunachilar, ichkariga sig'di, ajoyib. Aytganimdek obunachilar, men adashmagan ekanim, mana shu tanka bemalol sig'ar ekan. Ajoyib obunachilar, gap bo'lishi vobshe mumkin emas. Ana endi bu tankani mana shunday qilib qo'yib qo'yamiz-da, obunachilar. Qanday qilib qo'yib qo'ysan deydigan biz prosta mana shunday joylashtirib qo'yamiz. Ana endi bu nima desam bo'ladi, mana garaj eshigini yopib qo'yamiz. Ertaga ertalab kutamiz. Nima bo'lishini, qani juda ham zo'r kulgili holat bo'lsa. Obunachilar, men ko'rishinglar mumkin. Barcha qishloqlar mana yig'ilib olishgan. Ana endi hozir bu yo'lga boramiz dedi obunachilar. Qani hozir sharmanda bo'ladi bu. Xo'sh. Ya, qishloqqa nima bo'lyapti bu yoqda? Mashinani ko'rsatmoqchimisan? Xo'sh, qishloqlar tayyormisizlar mashinani ko'rsatishga? Mana kapot olib kelibdi-ku, kapot bilan tiyishga. Kapot nimaga, yaxshimisan, chotkimi? Qiziqib keldingmi? Ha, qanaqa mashina ekan? Qani tezroq och, menga ham juda ham qiziq bu mashina. Bu garaj ichida, shunday katta garaj ichiga qanaqa mashina borligini. Ha. Pushtigina juda ham ajoyib mashinacham bor. Tezroq ko'rsat, boshdan ortmasdan. Davay tezroq bo'l. Ha, to'g'ri lekin. Okey, gap bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, ko'rsatibmiz. Davay, kapot tayyordir. Mana 1, 2, qani 3, qani ochil, sip, ochil. Chik, davay rejak tortamiz, oppa. Buni yana nima bo'ldi bu? Kapot bu qarang, kulgiligini bor, bu qanaqa mashina bo'ldi? Qishloqqa qarang, bu tanka-ku, bu mashina emas-ku bu. Bo'lishi mumkin emas, bu bari mashina emas, bu kimdir qo'yib qo'ygan buni. Bu qanaqa podstava bo'ldi? Kulgilarga bor qishloqqa. Tankani ham shu garajga tiqib tanka olasam, kalla joyda bo'lsa, bitta normali mashina olsak bo'lmaydimi? Bu bo'lishi mumkin emas, bu mashina bariki emas, bu tanka bariki emas, kim? Bu tanka qo'yib qo'ydi, tushmadi, bu qanaqa podstava bo'ldi bu? Mana ustimdan kulish bo'ldi. Qishloqlar buni qaranglar, bu qishloqni, ehtiyot bo'linglar. Qishloqni nima qilyapsan? Nima bo'ldi, nimadir bo'lib qoldi, tiqilib qoldi men bu. Boshqara olmayapman. Meni qo'yib chiqarib yuboringlar, nima bo'lyapti? To'xta, men senga yordam beraman. Boshqarish bilmasang nimaga olasan bu tankani? Vobshe bu qishloqlar buni qaranglar. Bu chiqarib yubormadi tezroq. Bo'lishi mumkin emas. Qani, kim o'g'irladi meni? Mayli, to'g'risini aytsin, kim almashtirib qo'ydi meni mashina bilan? Kim almashtirib qo'ydi? Biz qana bilamiz, voy. To'xta, javob. Nima kulyapsizlar meni ustimdan? Davay, qani, qayerda endi? Kapot savoldimi yoki to'g'risini aytaversan? Savolga bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Nima deyapsan? Sen o'zing mana shu tankani olib hozir
Biz sani ustingdan kulganimiz uchun sen endi aytyapsanki mana shu kimdir o'g'irlagan mana mashinamni deyapsan, a? Bu qara, bu qani endi bu mashina yo'qotsak bo'ladi buni. Hozir bu knopka qanaqa knopka ekan-a bu? Cho'tki knopkaga o'xshayapti-ku. Bu menimcha orqaga qaytadigan knopka bo'lsa kerak desam, voy men buni, voy men boshqarishni bilmayganim boru. Aytyapmanki, men senga boshqarish bilmasang nimaga olasan? Davay, tush. Hozir nimadir qilib qo'yasan. Mani uyimdan ehtiyot bo'l. Yana bitta nima knopka bor ekan. Voy meni garajim yo'q bo'lib ketyapti-ku. Buni tezda yo'q qilmasam bo'lmaydi. Orqaga qarab ketyapti bu tanka. Voy kapot qutqar meni, ketib qolyapti bu. Davay, tankani boshqarib kel tezroq. Kapot bu qara bor вообще. Bu shunaqa mana bo'ladimi? Shunaqa tanka oladimi? Kallasi joyida emas ekan bor bu. Ha, endi nimaga ham dersizlar obunachilar. Men ko'rishingiz mumkin obunachilar, juda ham zo'r hazil qildim deb o'ylayman. Barcha qishloqlar kulib ustidan вообще sharmanda bo'ldi. Endi mendan so'ramasdan ish qilgan chunki men bilasizlar-ku meni polizim. Mayli obunachilar, bugun sizlar bilan yana kompot bo'ldim. Kelasi videorolikgacha ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.